Bu ko'rib turganingiz oltin kuzning bebaho mevasi, bexi. Nega bu cho'p desiz? Bu bexini yangi chiqqan novdalari. Buni 5 santimetrda mana bunday qalamchi shaklda kesib olib, ola-buloq qilib archasizda, choynakka solib, xuddi choy damlaganda damlab qo'yasiz. Kun davomida ichib yurasiz. Sizdagi sahrni qarang buni. 5 mi sahr, 6, 7, 8, 20 mi qiziq yo'q, sahrni olib chiqadi. Sahrni tushgandan keyin doktoringiz bilan maslahatlashing, sizga dori mumkinmi yo mumkin emasmi? Insulin olayotganlarga ham buni maslahat beraman. Foydasi juda ham zo'r. Sahrga juda ham yaxshi narsa. Hamma biladi, domladi orasida ham bor bexi O'zbekistonda muammo emas. Mevasini qarang. Buni olasiz, og'zini mamdo qilib kesib, ichigachi chiroyli qilib asallarni to'ldirasiz. Umumiy yana bir qoshiq asal solganda bunga. Asalni solasiz. Mana bunda asalni qarang. Toza asallari mana. Buni to'ldirasiz. Solganingizdan keyin bo'ladi uchun baraka top. Buni yopib, manti qozonni qosqoniga qo'yib, buni parida yarim soat turadi. Bu kilkillab qoladi. Bu yo'talga juda ham yaxshi. Ayniqsa, mana bu o'pkalarda balg'am ko'chmayotganlarga buni har kuni bilsa, bexida ishqori borligi uchun balg'amni zo'r ko'chirib beradi. Endilikda yo'talga antibiotik yoki dori ichishingiz shart emas. Bitta shu bexini o'zi bilan bemalol yo'talingizni ham davolaysiz, kamqonlikni ham davolaysiz, ham sizga quvvat bo'ladi. Bularni sizga tavsiya qilaman. Bu videom yo'qotib qo'ymaslik uchun yo'talayotgan yoki-da shu tomoq og'riq anginadan qiynalib